bir paytda Xitoyninki Biyadi şirketi Turkiyaga o'zininki zavodini qurdiganligini, Turkiyaga 1 milliard dollar mablag' soldiganligini, bu zavodninki 2026-yili putib ishga kirishdiganligini jakarladi. Erdo'g'an Biyadininki BYD İngilizce, Xitoycha Biyadi deymiz bu. Biyadininki başlıkları bilan atoydan o'zi kurishib, lint kesib, ularni qarshi oldi. Endi Biyadi bilmaydiganlar uchun qisqacha tushuncha bersam, Xitoyninki eng cho'ng, hatto dunyodagi eng cho'ng elektronlik, toklik mashina ishlaydigan zavod. Buningki xalqarodagi Amerikadagi raqibi Tesla. Bu Xitoydagi cho'ng toklik avtomobil zavod şirketi. Endi bu şirket Turkiyaninki Manisaga zavod qurdi ekan, xabarga qaraganda. Bu zavod ishga kirishganda kuniga 150 damdo mahsulot, mashina ishlab chiqara oladi ekan. Men oldingi tunji qatimliq programmada Turkiyaninki Tashqi ishlar ministri Hakan Fidanninki Xitoyga yoki uningdan keyin bizning Sharq Turkistonga bekorga bormaganligini, bularning Uyg'urlar uchun ish qilish niyati yo'qligini, Turkiyaning bayoq g'amininki qanday qilgan vaqtda Xitoy bilan savdo qilib, Xitoydan ko'proq pul elish ekanligini tilga olib o'tgan edim. Bizningki bir qism tashkilotlarimizningki mas'ullari yoki bizning sodda xalqimiz Hakan Fidanning gilastukidan ma'no chiqarib, ko'k gilastuk taqabdi, bizni qo'llabdi deb ahmoq bo'lib yurgan vaqtda men buningki quruq orzu ekanligini, buningki chiroyli tamoq qilishdan boshqa narsa emasligini, zaiflikning, ojizlikning simvoli ekanligini tilga olgan edim. Qiziqarli yeri shu yig'inda mashin ro'yimi ko'k gilastuk taqab, bu kishilarningki umidini yerda qo'ygan edi. Endi bu qatim Xitoyninki Biyadi şirketi Turkiyaga 1 milliard mablag' solib mashina ishlab chiqaradigan bo'ldi. Mana Xitoy Hakan Fidanning Xitoy qilgan ziyaratining mas'uli, undan keyin Erdo'g'anninki Shanxay hamkorlik tashkiloti boshliqlari uchrashuvida Xi Jinping bilan kurashganda degan gaplarininki mas'uli. Albatta bu oldin o'ylashtirib planlangan bir ish bitganda undan keyin so'yuziga chiqadi, biz ko'ramiz. Demak, Turkiyaninki bayoq maqsadi Xitoydan pul undirishni qo'ydi. Endi buning orqa ko'rinishi haqida ozroq to'xtalishimiz kerak. Nimishqa desa, hamma davlat Xitoy bilan tijorat qilib pul topsa bo'ldi ekan, Turkiya topsa bo'lmamdi. Amerika topsa, Yevropa topsa gapingiz yo'q, Turkiya topsa chidamamsiz deydiganlar borimizda. Turkiyaliklardan bakrak yaxshi ko'radigan kishilar bor. Albatta bizmi yaxshi ko'ramiz, ammo men hukumat yaxshi ko'rmayman. Endi bu yerdagi sabab shu. Biyadi Uyg'ur majburiy emgikiga chetilgan bir shirkat. Dokumentlarda Xitoydagi Biyadi shirkatining Uyg'ur qiz o'g'illarini majburiy ishlatayotgan zavodlardan biri ekanligi tilga ilinayotgan bir masala. Endi Uyg'urlarni majburiy emgakka silib ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarningki Turkiyaga kelishi yetmedi. Turkiya buni tekshirmadi, buningga qo'l tiqmadi. Endi shularning o'zi kelib bu yerga zavod qurdi ekan. Turkiya agar bu Biyadininki tayyor zapchastlarini Xitoydan akilib bu yerda qurashtirib pul topsa, uningdan boj olsa, uningki Uyg'urlarningki qini teri badiliga kelganligini o'ylabdimi,
o'ylamabdi. Endi nima deb yillardan buyon bu biyadi Turkiyaga mablag' solmay endi sag'us kelib qoldi. Ishninki orqa ko'rinishi bor. O'ylaydigan bo'lsak yoki qaraydigan bo'lsak, Amerika Xitoyga Uyg'ur majburiy emgaki tufayli nihoyatda dahshatli jazo beryapti. Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni Amerikada hozir shiddatli ijro qilinyapti. Har oy, har hafta yangi tashkilotlar, yangi zavodlar, shirkatlar Xitoydagi cheklash tizimiga kirgizilyapti. Yevropa bu jihatda men oldin qatam degandek bo'shanliq qilib kelgan, Angliya bo'shanliq qilib kelgan, ammo Yevropadagi, Angliyadagi Uyg'urlarninki va boshqa yerlik haqqoniyatchi yoki vijdonliq o'zining davlatining manfaatini qo'g'daydigan kishilarninki davomli kuchishi o'ttirg'i chiqishi bilan Yevropadami Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatli qonunlar chiqishga temsilyapti va Yevropami asta bu jihatda qadam olyapti. Ya'ni Xitoyninki Uyg'ur majburiy emgakiga chetishlik shirkatlarini jazolashni yo'l qo'yyapti. Endi bundaq bir ahvolda Turkiya Xitoyga nima deyapti? Amerika cheklagan bo'lsa, Yevropa cheklagan bo'lsa, kel. Biz qarshi olamiz. Bizda zavodingni qur, mahsulotingni ishlab chiqarib, akal qurashtir, sat. Deyapti. Xitoymichu yaxshi-ku, Turkiya Yevropaga yaqinkan. Amerikaga, Yevropaga sotamisak, Turkiyaga sotilib, Turkiyaga kelib, Turkiyada zavod qurildi deyapti. Ya'ni bu yerda fursatparastlik qilayotgan bir Turkiya bor. Bir tarafdan yeklanib zarba yeyotgan, yana bir tarafdan bozor ochishni izlayotgan bir Xitoy bor. Bu ikkisi kelishib, aplashib savdosini qilmoqchi. Bizni afsuslantirdig'ini mana mushu tarafi Turkiyaniki. Turkiya Xitoy bilan savdo qilsin, davlat uning savdo qilish haqqi bor albatta. Ammo u Uyg'urlarninki haq huquqini qo'g'dash u yoqda tursin. Turkiyadan men buni kutmaydigan bo'lib ketdim bundan keyin. Ammo Uyg'urlarninki haq huquqini darsanda qilayotgan, Uyg'urlarning qizlarini, o'g'illarini qul qilib ishlatayotgan Xitoy shirkatlari bilan qilmasin buni. Buni biz bir Türk qarindoshlik nuqtasidan yoki musulmonlik nuqtasidan emas, insonlik nuqtasidan talab qilaylik Turkiyadan. Turkiyadagi Uyg'ur tashkilotlarimi bu masalaga qarata hech qanday inkas qaytarmadi. Biz namoyish qilamiz, Xitoyga qarshilik ko'rsatamiz. Xitoyninki Iroqdagi Xitoyninki simvollik faoliyatlarini intayin cho'ng ko'rib onunğa to'planamiz. Masalan, oldingi oyda San'at umiga Turkiyaga kelgan vaqtda hammamiz yig'ilib namoyish qildik. To'g'ri, u yerda Xitoylar bir maymun o'yini o'ynayotgan bo'lgandan. Ammo bu masalaga sal qaraymiz. Bu xil masalalarda nemishqa? Chunki Turkiya hukumati qilyapti emasmi? Biz cho'ng biladigan Erdo'g'an, biz yaxshi ko'radigan Haqqon Fidallar qilyapti emasmi buni? Shunga gap qilolmaymiz. Amaliyotda bu Turkiyaninki buningga davlat yo'l ochib, davlat mablag' sarf qilayotganligi, Uyg'urlarning haq huquqini darsanda qilganlik, ko'k gilosikni taqab Urumchiga borgan tuğu, Uyg'urlarni qo'g'dirmoqchi tuğu, Qashqa, Urumchi Turkning yurti deb dunyoga uchur bergan tuğu, endi nim bo'ldi. Mana masala mushu ishning bu tarafi bizni afsuslantirdi. Ishning bu tarafi bizni g'azablantirdi. Shunga Turkiyaninki hech bo'lmaganda Uyg'urni qo'g'diyolmagan holatdami? Uyg'urga zulm qilmaslik kerakdi. Uyg'urga zulm qilayotgan bir shirkatninki mablag'i uchun ularninki Turkiyada shirkat qurishi, zavod qurishiga cheklimisiz yo'l ochmaslik kerak edi. Yevropa, Amerikada yeklanayotgan bir vaziyatda Turkiya buni fursat bilmaslik kerakdi. Turkiya yillardan buyon Uyg'urlarning haq huquqini qo'g'dashda Amerika, Yevropa bilan bir safda tumay keldi. Nimishqa Xitoyga men
Amerika tarafda emas degan uçurni berish uchun. Men Amerika tarafda emas. Men ayrim bir taraf mening talabim qondirilsa, men shuning rozi demoqchi. Turkiya buni albatta biz Uyg'urlarning haq-huquqini ayrim qo'g'daymiz. Chunki Amerika bilan Yevropa bilan Xitoy o'rtasida geopolitik urush bor. Saha talashish, ta'sir talashish kuruşu bor. Biz uningga kirib qolg'imiz yo'q. Biz Uyg'urlar masalasida siyosiy qurolga aylanishni xohlamaymiz. Kishilik huquqni biz ayrim qo'g'daymiz deydi. To'g'ri. Bizmi xohlamaymiz Uyg'urlar masalasida siyosiy qurolga aylanib qilishini. Amerika'nın, Yevropaning Xitoyga taqobil turishdagi siyosiy ko'zurlar emas, balki haqiqiy insonparvarlik nuqtasidan qo'llashini umid qilamiz, arzu qilamiz. Albatta Turkiyadan shuni arzu qilamiz. Ammo Turkiyaning qilayotgani menimcha bo'lganda Uyg'urlarning haq-huquqini ayrim qo'g'dash emas, o'zi da'vatgandek Uyg'urlarning huquqini qurbon qilish, buning badaliga Xitoydan manfaat kelishish. Bu bizni afsuslantirgan bir masala. Shunga bizningki agar Turkiyadagi tashkilotlarimiz yoki Dunyo Uyg'ur qurultayiga o'xshash xalqarodagi Turkiyaning ta'siri ostida bo'lmagan tashkilotlarimiz navoda Uyg'urlarning manfaatini haqiqiy chiqish qilsa, Uyg'urlarning manfaati uchun boshqa tashqi besimlarga parvo qilmaydigan holatda kuchli his qilsa o'zini, bunga qarata javob qaytarish kerak. Turkiyaning bu harakatini ayblish kerak. Turkiya Uyg'urlarning haq-huquqini qo'g'dayman deb turib yoki Türk dunyosiningki boshlamchisiman deb turib, bundaq fursatparastlikni, bundaq menimcha bo'lganda nacharlikni qilmaslik kerak. Bugungi suhbatimiz mushu yergacha bo'lsin. Havo bek issiq, men bek